T2 avtomashinamiz aka 2 turbina motorli bo'ladi aka. 254 o't kuchi bo'ladi. Panorama lyuk deysizmi, EcoSport Norm, Core Toj X-Drive 7 ta rejim deysizmi. Barcha funksiyasi mavjud. Голосовой управление, barlari холодильник, mashina pultdan yonadi, pultdan o'chadi, havosini almashtirish mumkin, klimat kontrol, cruise kontrol, barcha funksiyasi bor aka. Avtopilot desam, avtopilot ham bor aka. Ikkinchi qatori bemalol isitadi, sovutadi ham aka. Orqasida Sony akustika uchun отдельно aka uslitel bor aka. Mana ko'rishingiz mumkin. Uslitel. Kattagina uslitel. Bu akustika uchun alohida aka. O'zini zavodskiy uslitel. Даже ertaga mayovkaga borish uchun aka, jo'ralar bilan naftkachalar bor. Ana bu yerda открывалка. Ochib, ichib bemalol ketaverasiz. Tog' uchun ham bemalol, boshqa dasht, boshqa joylar uchun bemalol. Yo'l tanlamas off-road avtomashinamiz. Xohlasangiz qorasi, oqi, seri hamma rangidan bu. Parolari ham mana zo'r. Parollari zavodskiy. 540 kamera bor. 540 kamera. Narxi qancha? Hozir 540 million sotilgan avtomashinamiz hozirgi kunda skidkada 512 million 200 ga xarid qilishlari mumkin. Mana aka, xohlasangiz oqini, xohlasangiz qorasini, xohlasangiz bu tarafda seri ranglari ham bor. Nalichida xarid qilishingiz mumkin. Jitaro Buxoro salondan xarid qilishingiz mumkin. Jafar aka kelib bog'lanasa, to'liq ma'lumot beradi va esa test drive xizmatlari ham bor. Yoki naqd, yoki rassrochka, yoki muddatli to'lovga olish imkoniyatiga egasizlar. Shunday. Agar o'zimga bog'lanmoqchi bo'lsalar, nomerimni yozib olsinlar. 91lik 406 8800. Barcha bonus yoki hisob kitoblarni o'zim shaxsan telefon qilsalaringiz bemalol qilib beraman.